Endi bir kun biz Sho'xroz-ku, Yulduz ham shunaqa edi. To'yga bizda gitaristimizni to'y bo'lish kerak. O'sha ansambldagi gitaristmi, sintezator chaladigan bolarimi to'y bo'lish kerak. Bitta joyga to'planishimiz kerak edi. Hamma to'plandi, mashina, hamma narsa bor. Ikkalam bizga tutib qoldilar. Doirachamiz bor edi. U doirachini ham qo'li bir shunaqa katta qo'ldi. Bir bahaybat bola edi-da. Uni Yava motosikli bor edi. O'ylanib turib, dedi, "Davay mototsiklda ketamiz" dedi. Dedi. Yulduz aytdimi? Ha, Yulduz dedi. "Kelamiz, chiqib olamiz" dedi. "Mashinada nima qilamiz" dedi. Dedi. "Bo'ldi. Biz dedi, siz mototsiklingizda ketamiz" dedi. Xursand bo'ldi haligi. "Chiqinglar, o'tiringlar" dedi. Bizga nima kerak bor ekan? U qaqqadir borishimiz kerak. U chiqdi, kaskalarini kiyib olgan. Men chiqdim, orqamdan Yulduz chiqdi. To'xtagani yo'q, kaska kiygan, shunaqa qilib ketyapti. Ko'ylaklarimiz bilan qop-qoramiz, turpoq hamma yo'q. "Ey" desam quloq solmaydi. "Ey" qarasam Yulduz yo'q orqamda. Yulduz chiqib qoldi desam, zo'rg'a to'xtatdim. "Voy" dedi. "Bilasizlar." Keyin amallab bir narsa qilib yetib oldik va hali sintezatorchimizni to'yga boryapmiz. Endi u kech qolibmiz, hamma kech qolgan-ku. To'yda endi o'zim to'yi, u ashula ham aytib turardi. Bunday kirsak, bugun qo'shni qishloqqa ashula aytib o'tirgan ekan. Bechora.